Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, 3-sinf bolalari. Bugun 129-mavzu to'plamlar mavzusini birgalikda ko'rib chiqamiz. Bugungi mavzumizda to'plamlar elementlari, elementlar miqdori degan yondosh mavzular ko'rib chiqamiz. Endi birinchi savolimizda ushbu ikki to'plam taqqoslang. Ular elementlar bir xilmi? Mana bunda bor ko'pda, bunda ham bor. Bunda ham bor, bunda ham bor. Bunda ham bor ekan. Bunda ham bor ekan, bunda ham. Demak, qarasam hammasi bir xilmi? Demak, bu ikkita to'plam nima bo'lyapti? Teng bo'lyapti ekan. Endi nima deyapti? Agar ikki to'plam butunlay bir xil elementlardan iborat bo'lsa, bunday to'plamlar teng hisoblanadi. Ushbu elementlarning to'plamda yozilish tartibi muhim emas. Mana bu joyi o'zgarib qolsa ham, demak, elementlar bir xilmi? Demak, teng to'plamlar. Demak, mana bu yerda yozyapti, shartlar beryapti, qoidalar berib ketdi bizga. Ikkinchi misolga e'tibor qilamiz. Ushbu to'plamlar juftligidan qaysi biri teng? Mana bu birinchi to'plamlar tengmi? Ikkalasi ham 3 bormi? Bor. 6 bormi? Bor. 9 bormi? Bor. Lekin bunda 12 bor, bunda 12 yo'qmi? Demak, bu to'plamlar nima bo'lar ekan? Teng emas bo'lar ekan. Ikkinchisi sonlar to'plami, bir xonali sonlar to'plami. Bular ham teng emas. Sonlar to'plami cheksizlikka qarab ketadi. 1, 2, nuqta nuqta, 100, 1000 ketaveradi. A to'plami. Endi B to'plamchi? B to'plam faqat bir xonali sonlar, 1 dan 9 gacha sonlar. Endi undan keyingisi D. B bor, ikkalasi ham bor. A bor, D bor, F bor, E bor. Demak, ikkita to'plam nima ekan? Teng ekan. Nima uchun teng? Bular chunki ikkalasidagi elementlar soni bir xil ekan. Demak, keyingi misolga o'tamiz. Quyidagi to'plamlar nechta element o'z ichiga oladi? Ikki xonali sonlar to'plami. Demak, eng katta ikki xonali sonim 99, bundan ayirib taylayman 9 ni. Chunki bir xonali sonlar ayirib taylaganimda ikki xonali sonlarning nechtaligi qoladi? Demak, 90 ta elementdan iborat ekan. Sportchi so'zidagi harflar to'plami. Demak, 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5, 6, 7 ta. Demak, buni elementlari 7 ta ekan. Chunki mana sportchida 7 ta harf bor. Barcha raqamlar to'plami. Barcha raqamlar to'plami 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 va 9. Jami bizda 10 ta elementdan iborat. Keyingi betga o'tamiz. Keyingi betda nimalar bor ekan? Ushbu maydonlarda qanday sport turlari o'tkazilishini eslay olasizmi? Har bir jamoada nechta odam o'ynashi kerak? Bunda basketbol. Bunda tennis. Bunda futbol. Futbolda 22 kishi o'ynaydi jami. Bunda 2 kishi. Buni basketbolni bilmayman. Keyingi misolga o'tamiz. Namuna bo'yicha yozing. Ikki xonali yaxlit sonlar to'plami nechta element bor? Mana 10 yaxlit son degani 9 ta element bor ekan. Ona so'zida harflar to'plamida nechta element bor? Endi buni o'zimiz uchun joy ochdik. Mana ishlab chiqamiz. Birinchi qiladigan ishimiz A'sida mana to'plam belgisini ochdik. O, N va A. Demak, buni 3 ta elementi bor ekan. 3 ta element. Endi B'sida hafta kunlari, hafta bizda bilamiz 7 ta hafta kuni bor. Dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma, shanba va yakshanba. Bularda 7 ta elementi bor. Bir hafta 7 kun, shuning uchun 7 ta element. 7 ta element. Undan keyingisi D'sida bir xonali juft sonlar to'plami nechta element bor? Bir xonali juft sonlar to'plami 2, 4, 6, 8. Bunda 4 ta element bor ekan. Undan keyingisiga o'tamiz. Agar to'plam hech qanday element bo'lmasa, u bo'sh to'plam deb ataladi va mana bu belgi bilan belgilanadi. 0 ga bo'linadigan sonlar to'plami umuman yo'q. Hech qaysi son 0 ga bo'linmaydi. Ikkinchisida mana buni aytib, 10 ta qo'li bo'lgan odamlar to'plami. 10 ta qo'li bo'lgan odam bo'lishi mumkin emas. Keyingi misolga o'tamiz. 6. 6-chi misolda aytayapti. A'ning deyapti. A 7 dan kichik bo'lgandagi qiymatlar to'plami deyapti. Endi nima qilamiz bu yerda? A
tuplam 7 dan kichik sonlarni yozib chiqaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demak, buning nechta elementi bor ekan? 6 ta elementi bor ekan. Sharti a kichkina 7 dan edi. Endi b to'plamni gaplashamiz. B to'plam 5 dan katta, 10 dan kichkina sonlar 6, 7, 8 va 9. Buni elementi 4 ta ekan. Shart 5 dan katta, b kichkina 10 dan edi. Endi D to'plam, S to'plamga qaraymiz. S to'plam nimaga teng bo'lyapti? S to'plam 0 dan kichik bo'lgan qiymatlar to'plami. Bu bo'sh to'plam. Chunki 0 dan kichkina natural sonlar mavjud emas. Tenglamalarni og'zaki yeching. Ushbu tenglamalarning barcha ildizlar to'plamini yozing. Bu to'plam elementlari orasida qanday umumiy alomatni ko'rish mumkin deyapti. Demak, men hammasini ishlab chiqaman. Og'zaki ishlaymiz. Sizlar og'zaki ishlashingiz mumkin. Demak, birinchisi 45 plus x teng 89. X teng 89 minus 45. Demak, x teng bizda nima hosil bo'ladi? 44. Ikkinchi tenglamaga o'taman. 2 ko'paytirilgan t teng 94. T teng 94 bo'lingan 2. T nimaga teng bo'ladi? 47 ga. Keyingisiga o'tamiz. Y minus 68 teng 113. Y teng 113 plyusdan 68 qo'shganimda 11 da 1 1 yotdi. 7 8 181 ekan. Keyingisi 96 bo'lgan m teng 2. M teng 96 bo'lingan 2. Demak, m 48 ga teng bo'lar ekan. Undan keyingisi 700 minusdan z teng 654. Demak, z bizda nimaga teng bo'ladi? Z ni topish uchun 700 dan ayiraman 654 ni. Demak, z bizda 46 ga teng bo'lar ekan. Va oxirgisi mana bu yerga sig'dirsam bo'lar ekan. N bo'lingan 7 teng 7. Demak, n teng 7 ko'paygan 7. Demak, n 49 ga teng ekan. Mana bu uchun to'plam tuzganimda birinchi element 44, ikkinchisi 47, uchinchisi 181, to'rtinchisi 48, beshinchisi 46 va oxirgisi 6-inchisi 49 ekan. Jami bizda 6 ta elementdan iborat to'plam tuzildi. Keyingi betga o'tamiz. Keyingi betimizda masalani berilgan shartlar bo'yicha yeching. Maktabga sport anjomlari olib kelindi. Jami nechta anjom olib kelingan? Stol tennis raketkasidan 14 ta anjom 2 marta ko'p bo'lgandan keyin 14 ni ko'paytirish kerak 2 ga. Demak, voleybol to'pidan 28 dona olib kelindi. Endi bundan 5 ta ekan futbol to'pi. Demak, 28 dan ayiraman 5 ni. Demak, 23 ta futbol to'pi ekan. Jami degandan keyin hammasini qo'shaman. 14 plyusdan 28 plyusdan 23. Bu ikkalasini qo'shganim 42, 65 dona anjom olib kelindi. Keyingi misolga o'tamiz. 9 ga. 9-misolga o'tsak, 9-misolga o'tishdan oldin sizga bitta eslatma qilib ketaman. Darslarimiz oldin Telegram kanalimizga yuklanyapti. Undan keyin YouTube ga yuklanyapti. Telegramga obuna bo'lishni ham unutmang. Birinchi darslar Telegramda bo'ladi. Misol ishlaymiz. 845 sonning 2 ga ko'paytirilgani bilan 1789 son yig'indisi. Demak, A sida 845 ni ko'paytir deyapti 2 ga va deyapti qo'sh 1789 ni deyapti. Ko'paytirganimda 1690 bo'ladi. 1690 ga 1789 ni qo'shaman. 9 17 ni 7si 1 yotdi. 13 14 1 yotdi. 3479 ekan. Endi B-sini ishlayman. B-sida 809 sonni 3 ga ko'paytirilgani bilan 187 son ayirmasi. 809 ni ko'paytir 3 ga ayir 187 ni deyapti. Buni ko'paytirganimda 2427 bo'ladi. Bundan 187 ni ayiraman. 7 dan 7 ni ayirdim 0. Bitta qarz beraman. 12 dan 8 ayirgam 4. Mana bu yerda 3 qoldi. 3 dan 1 ayirsam 2. Demak, 2240 ekan. Endi D-sini ishlaymiz. D-sida nima deyapti? 82 soni bilan eng kichik ikki xonali sonning ko'paytmasi.
82 ko'paytirilgan 10. Demak, eng kichkina 2 xona olsam 10 ko'paytirganimda 820 bo'ladi. Endi esiga o'tamiz. Esida eng katta 3 xonali sonning 3 ga bo'linmasi. Eng katta 3 xonali son 999 bo'lingan 3. Bu 333 ga teng. Shu bilan bu misolimiz ham tugadi. Undan keyingi misolimiz shashka musobaqasida 7 nafar ishtirokchi keldi. Ularning har biri boshqalar bilan bittadan o'yin o'ynadi. Hammasi bo'lib nechta o'yin o'ynagan? Bolalar, sizlarga bitta ajoyib narsani o'rgatib ketaman shu yerda. Bu formulasi ham bor. Lekin sizga yaxshiroq formula bilan mana bitta aylana deb tasavvur qilaylik-da. Mana shu yerda bitta bu misol emas, buni tushuntirish uchun yozyapman. Mana shu yerda mana shular orqali bir-biriga kesma o'tkazaylik. O'yinchilar deb tasavvur qiling. Mana birinchi o'yin bitta o'ynadi, bu bilan bitta o'ynadi, bu bilan bitta o'ynadi. Bu bilan o'ynadi, bu bilan o'ynadi. Qarasam hammasi bir-biri bilan o'ynadi. Jami nechta o'yin bo'lyapti? Hozir mana bitta o'yin, ikkita, uchta, to'rtta, mana beshta, mana oltita. Jami 6 ta o'yin bo'lyapti. Endi buni formulasi bor. N ko'paytirilgan n minus 1 bo'lingan 2. Nimaga? 4 ta odam bo'lsa 3 tasi bilan o'ynaydi. Shuning uchun n ko'paygan n minus 1 bo'lyapti. 2 ga bo'lyapti. Sababi ikkalasi o'ynalgan o'yinlarda 2 ga bo'lyapti. Chunki mana bu bir vaqtda bu bilan o'ynagan bilan bu bilan o'ynagan 2 marta sanalib ketadi. Endi mana 6 ta chiqqani uchun mana 4 ko'paygan. Mana shuni tekshirib ko'ramiz mana formula bo'yicha. 4 ko'paygan 4 minus 1 bo'lingan 2. 4 ko'paygan 4 dan 1 ayrsam 3 bo'lingan 2. 4 kira 3 12, 2 bo'lgani 6 bo'ldi. Endi bu sizlarga tushuntirish uchun bu narsani yozdim. Endi bizda shashka musobaqasi 7 nafar ishtirokchi. Demak, n teng 7 ekan. Endi bu yerda nima qilamiz? Formulaga qo'yamiz. N ko'paytirilgan n minus 1 bo'lingan 2. Demak, nima bo'ladi? 7 ko'paytirilgan 7 minus 1 bo'lingan 2. Demak, 7 ko'paytirilgan 7 dan 1 ayirganimda 6 bo'lingan 2. 7 kira 6 42, 42 ni 2 ga bo'lganimda 21 hosil bo'lar ekan. Jami 21 marta o'yin o'ynalar ekan. Keyingi misolga o'tamiz. Keyingi misolimizda yana o'zimizga joy ocha oldik. Hisoblang, berilgan ifodalarning qiymatlari to'plamini tuzing deyapti. Endi menimcha hozir buni kattaroq qilsak sig'may qolishi mumkin. Endi birinchisi 630 ko'paytirilgan 5 plyusdan 160 bo'lingan 2. 630 da 5 ga ko'paytirgan 0, 15 bir yoqda 3150 plyusdan 60 da 160 da 2 bo'lgan 80 qo'shganimda 3230 hosil bo'lar ekan. Ikkinchi misolim 338 plyusdan 46 ko'paytirilgan 2. 338 plyusdan 92 bo'lar ekan. Keyin buni qo'shganimda nima bo'ladi? 430 hosil bo'ldi. Keyingi misolim 919 ayrilgan 50 ko'paytirilgan 4. 919 dan ayiraman 200 ni. Buni ayirganimda 719 bo'lar ekan. Undan keyingisi 520 qo'shilgan 180 deyapti. Bo'l 7 ga. 520 ga 180 ni qo'shganimda 700 bo'ladi. 700 ni bo'laman 7 ga. Bu bizda nima hosil bo'ladi? 100 hosil bo'ladi. Undan keyingisi 822 minusdan 311 ko'paytirilgan 2. Birinchi ko'paytirish amali bajariladi. 822 dan 622 ni ayiraman. Bu 200 hosil bo'ladi. Undan keyingisi 1000 ayrilgan 436 bo'lingan 4 ekan. Bunda nima bo'ladi? 1000 dan 436 ni ayirganimda 564 bo'ldi. 564 da 4 ga bo'laman. Bu yerda 1 4 1 140 bo'lar ekan. Endi to'plamini tuzamiz bular. Ishlab bo'ldik misollarda. Birinchi elementi 3230. Ikkinchi element 430. Uchinchi element 719. To'rtinchi element 100. Beshinchi element 200. Oltinchi element 141. 141. Shu bilan bu misolimiz ham tugadi. Keyingi misolga o'tamiz.
12-chi misolda nima deyapti? Oxirgi misolimiz to'plamdan quyidagilarni ko'chirib yozing. Juft sonlardan qism to'plam, juft sonlardan iborat to'plami b teng. Endi bu yerdagi juft sonlarni terib olaman. Birinchisi 6, keyingisi 8, undan keyingisi 10, 20, 24, 36, 40, 50, 60. Bu yerda elementlar yozdim. Endi S'da nima deyapti? S'da aytyapti bizlarda yaxlit sonlar to'plami. 10 ni olaman, 20 ni olaman, 40 ni, 50 va 60 ni olaman. Buni ham qism to'plam ajratib oldim. Bir xonali sonlar to'plami D teng bir xonalilarni olaman. Ya'ni 5, 6 va 8. Shu bilan to'plamlarni ajratib oldik. Bugungi mavzumiz tugadi. Keyingi darslarda ko'rishguncha Telegram kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.